Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Tayper. Xo'p do'stlar, bugun men shahardan qishloqqa keldim. Eee, nima, hamma joylar o'zgarganmi yo menga shunaqa tuyulyaptimi? Stop, bola, yo-mayo, bu yerdagi o'tlar juda ham o'sib ketibdi. Faqat men 2 kun qishloqda bo'lgandim xolos. Lekin shuncha narsalar, o'tlar o'sib ketibdi anchagina do'stlar. Bu yerga tashlab qo'yamiz. Stop, meni uyim oldida nima turibdi o'zi? Bu golemlarmi? Yo-mayo, 2 3 4 golem. Bunisi esa bedrockli ekan. Yo-mayo, uyimga qanday kiraman bularni orasidan? Hop, bir amallab kirib olarman. Ay, yo-mayo, kirib bo'lmayapti axir. Bu yerdan-chi? Bu yerdan ham kirib bo'lmayapti. Yo-mayo, uyimga qayerdan kiraman hozir tushunmayapman. Hop do'stlar, nima qilishni bilmayman, lekin nima bo'lishi mumkin? Qayerda? Stop. Mana meni golemlarim. Bu golemlarni anchadan beri qidiryapman. Bu yerga kelib olishgan ekanda. Bularning hammasi robot. Men o'zim tuzatib turaman. Xo'p. Bu professor, xullas, nima desam bo'ladi? Bu yerdagi golemlarni tuzatguncha biz mana bu joydagi sabzilarni olishimiz kerak. Bu sabzilarni olib, yana albatta merga topshirishimiz kerak, do'stlar. Xo'p, bular yaxshi. Yo-mayo, bu yerda bitta kartoshka. Stop, bu aynigan shekilli. Turaversin. Xo'p, mayli. Endi nima qilamiz? Bunisi esa menga noma'lum, do'stlar. Xo'p, videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida nima bo'lishi menga ham qiziq. Haligacha bu golemlar turibdi, nima qilsam bo'ladi? Yo-mayo. Stop. Mana bu uyga kirib tursammikan? Shu uyga kirib tursam ham bo'laversa kerak. Aha. Yo-mayo, juda ham yaxshi. Bu yerda esa yotoq bormi? Mana bu joyda yotoq bor ekan. Biroz mizg'ib olaman. Va nihoyat bu golemlarni ishga tushirdim. Yuringlar meni orqamdan. Tezroq uyga ketishimiz kerak. Tezroq bo'linglar, tezroq. Xo'p, menimcha professor golemlarni olib ketdi deb o'ylayman. Menimcha olib ketgan. Bo'lmasam bu yerda golemlar turgan bo'lar edi. Va nihoyat golemlarni olib ketdi. Stop. Qaraysan qishloqqa. Xullas do'stlar, juda ham xursandman. Men endi uyimga kira olaman. Juda ham yaxshi. Boyagi yotoq juda ham noqulay edi. O'zimni joyimda uxlasam juda ham zo'r bo'lar edi. Avval men sabzilarni bu yerga qo'yib qo'ysam, go'shtni ham bo'ldi. Bu juda ham yaxshi. Tashqarida nimalar bo'lyapti? Menimcha hech kim yo'q. Hammasi yaxshi. Juda ham zo'r do'stlar. Professor ham uyga ketibdi menimcha. Bu yerda hech kim yo'q. Yo-mayo, bu yerdagi sabzavotlarni yaqinda olgan edim. Birpasda o'sib ketishdi-ku. Juda ham yaxshi. Endi esa men uyimga kirib bemalol mizg'ib olsam ham bo'ladi. Yo-mayo. Bo'ldi. Endi uxlab olaman. Menimcha professorning uyi shu tomonda bo'lsa kerak. Har doim uxlayman desam biron narsalar bo'ladi. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Yo-mayo, Varden, salom. Senga ham salom, Tayper. Professorning uyi qaysi tomonda? Professormi? Professorning uyi mana bu tomonda. Bo'pti, tezroq bora qol professorning oldiga. Yo-mayo, endi uxlayman desam biron narsa bo'ladi. Nimalar bo'lib ketyapti o'zi? Umuman juda ham hayronman. Yo-mayo, nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Ablah. Sen bechorani urishdimi ular? Sen o'zingning ustingda anchagina ishlashing kerak, tushunarlimi? Senga aytyapman, tushundingmi? Bo'lmasam tezroq uyingga borib, kiyinib tur. Men seni olgani boraman, birga shug'ullanamiz. Yo-mayo, endi esa men yangi o'zimga shogird o'ylab topdim. O'ylab topmadim, topdim. Xo'p do'stlar, biroz uxlab olaylik. Oxirigacha uxlab olmadim. Juda ham yana endigina yotganimda yana boshlashdi.